Xo'p. Bizning ro'yxatnoma darparcha deb nomlanadi, ya'ni sovg'a ber, sovg'a ol degan ma'noni bildiradi. Biza o'zimiz daromad ber, daromad ol deb aytamiz. Ya'ni xuddi shunday, bu biznesga kirish uchun siz atigi bir martagina 150 so'm daromad berib kirib kelasiz. Bu loyihani rus programmangiz mukammal qilib yaratgan, xotini yurist, advokat, qonuniy qilib yaratgan. Biz hammamiz shu yerda Telegram bot orqali, messenjer orqali faqatgina reklama asosida ishlaymiz. Bizning ishimiz faqatgina reklama asosida va tushuncha beramiz. Mana shu yerda daromadlarimizni hammamiz Allohga shukr, birin-ketin hammamiz olib bormoqda biza. Mana shu bot biladi, darparcha. Siz birinchi boshlang'ich startidan boshlaysiz. 150 so'm daromadingiz berib kirib kelib boshlaysiz va siz endi reklama asosida hamkor topishingiz kerak o'zingizga. Mana hayotda ham xuddi biznesmen deb hisoblang o'zingizni va siz biznesmensiz. Biznesingiz rivojlanishi uchun, ish qilishingiz uchun o'zingizga biznes hamkor izlaysiz. Biznes hamkorlar topganingizdan keyin u bitta bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana biznes hamkor bittasi bilan kelishdingiz, misol uchun ishingiz bitta, dash ketaverasiz va yana o'zingizga biznes hamkor qidirasiz hayotda. Virtualda ham xuddi internet tarmog'ida ham xuddi shunday. Bu biznesda ham xuddi shunday. Siz kirdingiz va qizildagi insonga, ya'ni daromad oluvchi insonga 150 so'm daromadingiz berib kirib kelasiz va reklama asosida taklif qilib kelasiz hamkor. Qancha hamkor taklif qilib kelsangiz, shuncha o'zingizga foyda. Misol uchun siz bitta taklif qila olsangiz, kuchingiz bittaga yetsa, siz bir martagina atiga 1,2 million daromad ola olasiz. Ikkita bo'lsa, 2 marta olasiz o'sha pulni. Qancha ko'p bo'lsa hamkorlaringiz, shuncha daromadlaringizni qayta-qayta olasiz. Misol uchun, keling siz mana shu tarafda birinchi raqamga tushdingiz deylik va birinchi raqam siz zaynat qilasiz, pulni berganingizdan keyin siz tasdiqlanasiz va sizni bu yerdan hech kim chiqarib yubormaydi. Va endi 3 ta bo'sh qolgan joyda hamkor taklif qilib kelishingiz kerak reklama asosida. Biz reklamalarni tashlab beramiz. Faqatgina siz reklama tarqatasiz, ishingiz ijtimoiy tarmoqlarga va shu guruhni mana sizga qanaqa ish deb savol berishadi va siz guruhimizni silkasini tashlab berasiz. Va bu yerda biz o'zimiz ma'lumot beramiz to'liq. Mana tushunmagalarini yana misol uchun Xudo xolasa ro'yxatdan o'tgandan keyin liderlar maktabimiz bu yerda batafsilroq, yana chuqurroq shu loyihani chuqurroq yana o'rgatib boramiz bu yerda liderlar maktabida. Siz misol uchun hamkor topdingiz deylik, mana shu joy to'lishi bilan doskalar bo'linadi. Doskalar bo'linishi bilan siz yashildan sariqqa va qizilga, ya'ni daromad oluvchi joyga tushasiz. Men bu yerdan 4 marta 1,2 million daromadimni olganman. Yana 18 marta olaman, chunki 22 ta hamkorim bor. Demak, boshida 1,2 million daromadingizni olgandan so'ng siz biznes davom ettirishingiz kerak. Albatta, misol uchun hayotda biznes boshlaganda sразу biznes pulini xarajatga ishlatib yursangiz, biznes to'xtab qoladi, biznesingiz. Shu uchun boshlanishiga 450 ming so'm ikkinchi doskasiga berib qo'yasiz. Ya'ni ikkinchi doskasiga ham xuddi shunday bitta insonga, o'zbek odamga o'sha bronzani bosgandan keyin o'zi aniqlab beradi sizga daromad oluvchining lichkasini. Siz bu yerda botga yoki kashlokka pul hech qachon kashlokka tashlamaysiz yoki o'sha botning egasiga pul mablag' o'tkazmaysiz hech qanaqa. 450 ming berib kirib kelganingizdan so'ng bu yerda mana biznes hamkorlaringiz borku, boshlang'ich taklif qilgan 2-3 ta biznes hamkorlaringiz, misol uchun o'shalardan 1-2tasi yoki bittasi bo'lsa ham yo'q, qancha bu yerda ham xuddi shunday tepa pog'onlarida ham bittasi hamkoringiz ketilsa kelsa bir marta 1,3 million olasiz. Ikkitasi kelsa 2 marta. O'sha meniki misol uchun 3 marta 3 ta hamkorim tepamdan chiqqan va men 2 marta 3,360 ming olib, yana 3-chi marta olish uchun joy egallab turibman. Birinchi raqamda mana shu 3 ta joy to'lish bilan yana men yashilda sariqqa va qizil daromad oluvchida tushaman. Siz bu yerda bitta o'zingiz ishlamaysiz, bitta o'zim ishlayman deb o'ylamang. Yashilda sariqdagilar ham bitta vazifasi shu, ya'ni shu joyni to'ldirish. Bu tarafga e'tibor bermaysiz, o'ng tarafga. Faqatgina bir taraflama ishlaysiz. O'sha taklif qilgan hamkorlaringizga ham to'g'ri tushuncha berib, mana siz eshitgandan keyin siz misol uchun tajribali inson bo'lasiz, hamkorlaringizga ham to'g'ri maslahat bersangiz, ular ham siz bilan birgalikda ishlaydi. Va bu yerdan 3,360 ming olgandan so'ng
siz yana o'sha boshida aytganimga o'xshab hamma pulingizni xarajatga ishlatmasligingiz kerak. 1,5 million so'mini biznesga, yuqori kumush doskasiga qo'yishingiz kerak. Chunki u yuqori doskalarda ham yuqori daromadlarni olasiz. Hamma biznesda ham bor pulingizni ishlatib qo'ysangiz, biznes to'xtab qoladi. Shuning uchun biz ko'p hamkorlarimizga aytamiz, 3 ta daromadingizni oldingizmi, ya'ni 3 ta daromad tepaga chiqishga yetadi. 3 ta daromadingizni yuqoriga qo'yib qo'ying. Ya'ni siz yuqoriga qo'yib biznesni yana boshlang'ich davom ettirsangiz, mana daromad oluvchisiz boshlang'icda 3 tasini yuqoriga qo'ydingiz, yana 5 ta daromad olishingiz kerak. Dальше olayverasiz. 3 ta daromadingizni oxirgi 8-pulingizni qayta reinvest qilib, yana o'shancha pulni olasiz. Misol uchun 1,200,000 doskadan yana o'sha 1,200,000 olish uchun oxirdagi pulni daromad oluvchiga berib, yana bir boshdan joy egallab kelasiz. Mana bu 1,5 millionlik doska. Men bu yerda bitta hamkorim bor va bitta hamkorim bo'lgani uchun mana Qizilda daromad oluvchida o'tiribman. Har bitta insondan bu yerdan ham 1,5 million so'mdan daromad olaman. Va 12 million bo'ladi. 12 million bilan ham to'xtab qolmaydi. Bu biznes 4,5 millionlik doskasi bu oltin doskasi hisoblanadi. Bu yerdan ham chiqib qo'yganman. Platina doskasigacha ketizdan hamkor kelishi kerak. Titan va birlar doskalarida hech kim kelishi shart emas. $95,000 bu dunyo bo'yicha reyting bo'yicha daromadlaringizni olasiz. Bank orqali pasportingizga tashlanadi. Bizning o'zbek hamkorlardan Gulchoda degan hamkorimiz Titan doskasiga chiqqan katta daromadlarni olibdi. Xudo xohlasa biz ham olamiz. Nasib qilsa, yaxshi niyat qilsak. Yana bir qulay tarafi bu ishni siz mana bu reaksiyalarni bosib tursangiz, sizni faol deydi, ish faoliyatida deydi. Siz misol uchun hayot tajribasida, misol uchun hayotda ishga borib kelsangiz, bironta bir kasb-hunarning egasi bo'lsangiz, bemalol ishingizni qilasiz, kechasi 2-3 soat vaqt ajratsangiz bo'ldi. Keyin esa bo'sh vaqtingiz mana shu reaksiyalarni bosib turishingiz kerak. Bu sizni doskalar har bo'linganda surilishingizga yordam berib turadi. Reaksiya. Kimda qanday savol bor, savollaringizni bemalol berishlaringiz mumkin. Savollar tug'ilgan bo'lsa, beringlar bemalol.